Hürmetli vatandaşım, ende bir işe kız gap kılaylı. Biz yukarıda silahga Havingo yaki Cungo Yangi Milliy Burjuaziyasining siyosiy vakili ve siyosiy sahnaga chiqayotgan yangi vakili Havingoning Washingtonda davlatlik xalqaro muxbirlar klubida so'zlagan nutqlari to'g'risida leksiya anglatdik. Şu qatarda ham Şinjan to'g'risida, Tibet to'g'risida to'xtalgan ikki jumla so'zni anglatdik. Avval biz Havingoga shundaq salom yollaymiz ki biz sizni hurmat qilamiz, hurmatli Havingo apan. Siz o'tganda 9-oyning 10-kuni pash qilgan materialingizda Meng Jianju Siyosiy qonun komitetining navbatdagi raisi Meng Jianju andi Sun Lijun shundaqla üçüncü bir şahs Sun Lijun üçüncü bir şahs üçe birleşip yoki buning ichida Meng Jianju bilan Sun Lijun birleşip Şinjan'da mustamlik Uyg'uristonda 500 nafar kishini tirik ko'mdi. 21 yoshli Uyg'ur yigitni o'ldirib, uning jigiri bo'rigini ilib ishlatdi deb xabar bergan edingiz, hurmatli Havingo apan. Endilik siz bu qatim Washingtonda o'tkazilgan xalqaro muxbirlar klubida Şinjan'ın ahvalını yuqori qadar so'zladingiz. Masalan, Şinjan'da tarixchilik va aholilarga va butun tabiat ishlatadigan suv nega ketdi degan savolni qo'yib, dedingiz ki bu suv kon rayonlariga yo'tkab ketildi. Shunga hozir Şinjan'da dehqonchilik qiyinlashdi degan ma'noda so'zladingiz. Endi men bu sohadagi odam emas, anglashimcha bir tonna ham nepetni yer ostidan elib chiqish uchun uning o'rniga yana bir tonna suv quyish kerak ekan deb anglagan edim. Rasmi yolg'onmi bilmayman. Agar shundoq bo'lgan bo'lsa, hozir Şinjan rayoni, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda echilayotgan tabiiy gaz va ham nepet qatorliq kon quduqlariga suv quyib berib, aholilar yoki dehqonlar, Uyg'ur dehqonlari ishlatadigan suv kamchilik bo'lishdak ahvolning o'ttirg'i chiqqanligi biroz. Eng muhimi sizdan shuni talab qilamizki, Havingo apandi, birinchi bizning nomimizni Şinjanliklar deb atamang. Ya'ni Şinjanliklar degan yangi gap o'ttirib chiqib qoldi. Buning ma'nosi bir haqorat. Biz Şinjanlik emas. Şinjan degan ism Xitoy tarafidan qo'yilgan ism. Bizning vatanimizning ismi bor. Sharq Turkistonmi deyilgan, biz hozir Uyg'uriston davatimiz. Şunu Şinjanlik degan so'zni ishlatmay, uning o'rniga Uyg'ur degan so'zni ishlatsiniz yoki davlat qurgan nomni ishlatsiniz Sharqi Turkiston. Balki hozir Uyg'ur degan ismni ishlatsiniz, Uyg'uriston shundoq bo'ladi. Sizdan buningga amal qilishingizni talab qilamiz, Havingo apan. Sizdan hozir material pash qilishingizni aytganda, bu materialning tegenayeti uzundan başlandı. Xitoyning millat hukmronligi, milliy hukmronligi mustamlik Uyg'uriston yoki Şinjan rayoniga o'rnatilg'ili 68 yil bo'ldi. Avval bu yerga Gomindangdan kelib boqqan emas, aytib kirish kerak. Uning kelgan vaqti Gomindangning bu rayonda turgan vaqt faqat 1 yilga yetmaydi. Chunki Uyg'urlar qo'liga qurol elib, qurolliq inqilob orqali Gomindangni va undan burun Tejemal millatari Shinsesayning armiyasini tarmal qildi. Demek Gomindang degan armiya bilan 43-yil 100 ming kishilik armiya bilan bir urush kirdi. Bu yerda shuningdan keyin 45-yildan keyin 49-yilga yetib kelganda bir ayinga Kompartiya, ya'ni Stalinning boshlab kirishi bilan buni davomliq deymiz, Kompartiya hukmronlik qildi. Kompartiya hukmronlik qilingandan taki hozirgacha siz xabar tarqatganga bo'lgan hozirgacha bu yerda qanchiligan odam oshkora o'ldirildi, qanchiligan Uyg'ur maxfiy o'ldirildi, qanchiligan Uyg'ur turmalarda o'ldirildi, qanchiligan Uyg'ur nazarband jarayonida o'ldirildi, qanchiligan Uyg'ur bozor echish
Teklimakanda boz yer içip, açılgan boz yerini Bingtiven Xitaylığı tapşırıp bəgiçi boğan arlıqda qançılgan Uygur Aksil İnqilabçı, Baydiqan, Tarihi Aksil İnqilabçı degen namlar var. Əməliyyatda Üçülayet dep atalgan, lekin əməliyyat Şinjan Milli Demokratik Armiyasidan kəsb özgertken Uygur jangçılar. Hani şu yerlerde paşalağı yem boldu, çöllüklerde. Aç, zerin qilib Xitayning türmülərdə, Qaraqılçında, Paylo türmüsüdə, Qaraqılçında, 80 adamda ular şundaq öldürüldü. Muşularning hammasi sizden xabardar bo'lishingizga ishonamiz. Siz shuningdan xabar topsiz. Bo'libma Rais Xi Jinping 2012-yil o'ttirg'i chiqqandan keyin Hu Jintao davri va Jiang Zemin davrida Uyg'urlar qandaq o'ldirildi. Masalan, Jiang Zemin davrida eli vakası bastırıldı. Hu Jintao davrida masalan Ürümçideki inqilab yoki vaqa namoyish vaqasi bastırıldı. Andan keyin Rais Xi Jinping davrida her 2 ayda bir qatam o'sha 5 yil mobaynida her 2 ayda bir qatam Uyg'urlar bastırıldı. Muşu materiallarning hammasini tafsiliy holda, konkret holda topshirib berişinizde, yani Amerika hükümetiga topshirib berişinizde. Növbetde hazır Amerikadagi dangdar gezi jurnallarının biri, Wall ko'chisi gazeti siz yoki Govingoy to'g'risidan ayta katta bir parcha maqola e'lon qildi. Biz uni Xudo xolisa kelar hafta deb so'zlaymiz. Siz shuningda aytibsiz, Tibetga oid, Uyg'urlarga yoki Şinjanga oid materiallarni Amerika Qo'shma Shtatlariga topshiramiz debsiz. Endi bizdek bir musofirlarning talabi borki, bu talabimizga quloq solsangiz, bu materiallarni Amerikaga topshirib berganingiz inta yaxshi ish. Amerika xalqi bu yolg'onchi kompartiyaning yolg'onchiligidan bir ko'rib baqsin. Zaten Şinjan'a, Tibet'e qanday hükümranlık qılıvatıdı Amerika xalqi bir ko'rib baqsin. Amerika hükümeti bir ko'rib baqsin, biz bunu qollaymiz. Lekin shundaqla ansiraydigan bir tarafimiz Amerika Qo'shma Shtatlari hükümeti bu materiallarga ega bo'lgandan keyin uni yuttirib qo'yami, yo'qitib qo'yami deb ansiraymiz. Shunga siz Govingoy apandi bu materiallarni jamiyatga, hozir butun dunyoga yuzlangan YouTube mayli qaysi torbeti bo'lsin, shunda torbeti orqali hozir so'zligingizdek, bu so'zliginiz bo'yicha torbeti qo'yib bersangiz, inson biz har qaysi tilda xilma-xil tilda so'zlashadigan insonlar bundan xabar topganda ular ko'ngilda cho'qim saqlaydi, qalbida cho'qim saqlaydi, buni tutib olaydi. Hammadan muhimi mana shu masala. Bütün publik, bütün dünya bu materyallardan haber tepiş gerek. Uygurlar qandaq öldürüldü. Siz dediniz dastlabda 500 nefer Uygur tirik gömüldü dediniz. Oylab qaldım, hörmetli Govingoy efendi. 1999 yılı 5. ayının 7. günü şu Yugoslaviyada ciddi özgürüş bulup atkan payitlarda Sırplar hükümetinden Milošević degen kişi şuna Kosovalıklarını tirik gömgen idi. Şu vaqtda sobiq prezident Clinton askeri kuch chiqarib va Milošević deganning armiyasini tarbar qilib, Kosovoliklarni shundaq o'limdan qutuldirib qolgan edi. Biroq Kosovoliklarning qo'lida qurol bor edi. Bugungi Uyg'urlarning qo'lida hech nima yo'q, bir tal jig'nimi yo'q. Hürmetli Govingoy efendim, ulanı Ürümçi vakasıda öylerden mesela konu aydıromluk ottağan öylerden haydap çıkıp bir keçide maşine kaçılap siz depsiz ana orek kömüldü depsiz. Sizden digininizdek orek kömüldü. Et öldürüldü. Muşlarının paketini hazır siz bilirsiniz. Çünkü hukuk yakın turgan adamsız. Siz cüngüde yukarı katlamda yaşayan adamsız. Pul ve bayvetçi bolgan adamsız. Hukuka yakınlaşkan adamsız. Sizin sözünüz işençilik buludu. Biz bunun işenimiz. Hazır materyal başkılışınızı davamlaştırıp TXM konkret alda Uygurlarga moşundaq yardım kılışınızı ümit kılımız Govingoy efendi. Şundaq bir temsil baken ki eğer bir gobernatör millet yoki imperializm davri ko'chgan bir millet o'zining qo'l ostidagi millatlarga zo'ravonlik, zo'mbilik qilayotgan bo'lsa, o'zining qo'l ostidagi millatlarni imperiyaga majburiy elib kirilgan millatlarga hukmronlik qilayotgan bo'lsa va uningga qattiq yuqori besimda diktator yurgizayotgan bo'lsa, shu millatdan
Мәсәлән, hökmran milletning içinden çıkan bir şəxs öz hökuməti və öz hökmranlarına qarşı durub ezilib atqan milletlər doğrusu gap qıladigan bolsa, ezilib atqan milletlərni himoya qıladigan bolsa, ularning qarşılıq ko'rsatish harakatlarini qo'llaydigan bolsa, mana bu haqiqiy ma'nodagi insondir. Mana bu haqiqiy ma'nodagi insondir. Bugun Xitoy demokratlari deyilgan atalmış demokratlarga biz shunda talab qo'yamiz. Sen o'zingning imperializm davriga kirayotgan mushundaq bir davlatingning diktatorisi ostida yashayotgan Tibetlarning, Uyg'urlarning siyosiy talablarini qo'llaydigan bo'lsang, sen haqiqiy demokratik odam bo'la olasan. Agar qo'llamayanda o'xshashlab Komintang deganing qanday siyosat yurgizdi, Kompartiya deganing qanday siyosat yurgizdi, sening maqsading yanala eliqe birlik keltirish. Datong Tianxia dünyani birlik keltirishdan iborat aksiyatchil, an'anaviy millatchilik siyosati to'xtab keladigan bo'lsang, sening demokrat bo'lishingning o'zi quruq gap bo'lib qoladi. Shunga bu yerga chiqqandan keyin hozir Govingoy apandini kuzatib kelyapmiz. Bu demokratlarga o'xshamaydi. Chunki Govingoy apandi o'zining so'z ibora va nutqlarida bu atalmış Hanzo demokratlarni qattiq tanqid ostiga oldi. Qattiq qamchiladi. Hozir shularning vakili bo'lsin, hozir boshun to'rbeti hadab bu Govingoyga hujum qilayotgan yolg'onchilikda, yolg'onni tashviq qilishda uchiga chiqqan to'rbetidir. Masalan, hozir Govingoy mushunda qo'rshav ichida turyapti. Lekin bu qatim Govingoy apandisiz hodisin mayli rad qilsin, mayli ki Amerika Ovoz radiosi 4-ayning 19-kuni sizning maxsus programma to'g'risidagi so'zlayotgan nutqlaringizni bekor qilsin. Bu bir jamiyat, bu ishlar shunda bo'lib turadigan ish, chunki bu siyosiy ish, siyosiy harakat deb qilyapsiz. Undan qat'iy nazar bu qatam Amerika davlatlik xalqaro klubda so'zlaganiniz bu siz uchun bir zo'r g'alaba. Sizga yana davomli g'alaba sari ilgirlashdan iborat shijoat va g'ayratni talab qilib, Uyg'urlar to'g'risida texnik konkret, texnik tarixiylik ega masala 68 yil mobaynida Xitoy degan bu millat, Xinjiang degan bu mustamlik yoki gubernator hukmronligi ostidagi rayonda